Kanalda Sayton aka 2 yildami bilet olib beraman men. Qashqadaryo Ko'kdola yaqini. Mana yurtdoshlar, Zaltokandan kimning qarzi bo'lsa, mana 189 ming, başta 190 ming, 183 ming 244, 23 ming, 19 ming 200, 19 ming 200. Bu narsani bekor ko'rsatib o'tganim yo'q. Agar Telegram kanalda fake xabarlar aylanyapti, işte bu 10 ming, 15 ming, 20 ming rublga o'chirtirib beraman degan insonlarga umuman ishonmanglar. Hech kim 100% o'zlaring to'lamagunlaringgacha o'chirtirib bermaydi. Hozir akam Vunuk va Samarqand yo'nalishida bizga murojaat qilishadi, chiroyli qilib kutib olib, reklam qildirib, aka qalay? Zo'r aka. Chotganmisiz? Maqolada. Rahmat aka. Telefoningiz. Aka siz qanaqa? Rahmat aka, zo'r. Hamma. Chotganmisiz? Sayton aka, rahmat aka. Zo'r hamma. Zo'rlamasiz? Mana kutib olib o'zlaring ko'rlaring biragalar, va'daga vafo. Naqsa endi zilamizni beradi. Hali juda ko'pchiliklar uka videolaring ishonchlimi? Odamlar haqiqatda shunaqa holatga ketadimi deb. Ishoningizda Sayton aka 2 yildami bilet olib beraman men. Bo'ladi Sayton aka. Gap yo'q. Zo'r aka. Xolasa ajnazardan bir video kutamiz sizdan. Bo'ldi aka. Gap yo'q. Aslan mana zeloniy zon turibmiz. Aka, Abdushu oqil. Qayerdansiz aka? Qashqadaryo Ko'kdola yaqini. Yo'q. Gap yo'q. Sog' bo'ling.